Bobur Mirzo ko'plab zamondoshlariga ham ta'rif bergan. Boburga zamondosh Mir Murtoz degan inson bo'lgan. Mir Murtoz haqida Bobur nomida shunday yozilgan. Uni zehni nihoyatda yuqoriligi haqida yoza turib, Bobur Mirzo shunday deydi. Mir Murtoz bir yumushga nihoyatda mukkasidan ketganini aytar ekan, agar shu ishga daxldor ikki kishini uchratib qolsa, bayram bo'lib ketar ekan u kishi uchun. Birinchisini majburlab ushlab turgan paytida ikkinchisini etagidan ushlab turar ekan. Nima uchunligini esa siz topib turgan bo'lishingiz kerak. Endi savol bunday qo'yiladi. Mir Murtoz qaysi sohada yirik mutaxassis bo'lgan? Vaqt ketdi.